kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Gözümün nuru onamdır. Yanginamdan hiç ilmegen, Allah'tırım bilmegen, hiç kimlerden gel bilmegen. Gözümün nuru onamdır. Yanginamdan hiç ilmegen, Allah'tırım bilmegen, hiç kimlerden gel bilmegen. Gözümün nuru onamdır. Kalbimde tilagim bidar, ana canım rahmetin var, yüzlerine kalem var. Gözümün nuru onamdır. Minge altın zar kerekmez, minge dünyalar kerekmez. Baktımga onam bolsa bas, gözümün nuru onamdır. Assalomu alaykum. Onajon, sahana mashtomoni kelasiz. Ozgina besta qilaman. Aynen bo'ladi. Assalomu alaykum. Keling, choy. Tata. Mana sen. Bu O'zi taqadi. bitta qancha chopamiz? 2 yoshimiz uchun. Assalomu alaykum onajonim. Bugun Shukrona kuningiz ekan. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Savol bersam maylimi? Mayli. Kimning nomidan tashrif buyurdik sizni tabriklash uchun bugun? Luqmonbekning nomidan. Bitta Luqmon ekanmi? Oybek ekan, Xurshid ekan. Oybek. Musofir yurtda yurgan akalarim nomidan tashrif buyurdik. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Akalarim menga bir oycha oldin aloqaga chiqishib turib, bugun onajonimiz Shukrona kuni chiroyli qilib o'tkazishimiz kerak deb ichidagi yaxshi niyatlarini aytdi. Akalarimga savol berdim, onajonga nima tabrik yo'llay deb savol bersam, o'ylanib turishib, onajonimizning mehrli yuziga ichimizdagi ta'riflarni aytgani mehrimizni kuchi yetmaydi. Onam dunyodagi eng yaxshi ona. Dunyodagi farzandlar qancha onasini yaxshi ko'rsa, biz ulardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'ramiz. Ilohim dunyo turguncha tursin dedi hamda dilidagi yaxshi niyatlari bor ekan. Biz uzoq yurtda yurib, musofir yurtda yurib, otamni qadrini, onamni qadrini bildim. Ularning duolari bilan mana shu yerda, mana shu darajaga erishdik va ozgina mana shu chiroyli to'rtliklar bor. Shu she'rimni qabul qilib olsangiz deb aytib berishimni iltimos qilganda, ijozat bersangiz aytib bersam. Ayting bo'ladi. Farzandi dili mehriga to'lib ketsa, otasini, onasini suratiga qarab turib shu so'zlarni aytarkan. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy itoatsa seni umringni, roziman onajon iloji bo'lsa, senga qo'shib bersa meni umrimni. Bir kechalik allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchin, qarzim uzilmasdan qolur shunda ham.
Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mohir bir naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal deb tabriklarni yo'llashdi. Hozir Meni boyligim. Bolalarim meni boyligim, baxtim, quvonchim. Şu bollarni Xudodan zona sog' bo'lib qizlarim ham 3 ta qizim, 4 o'g'lim bor. Eng baxtli insonman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bu yerda baxtli bo'lsin. Xo'p, hozir tabrik qo'shig'i bor edi. O'sha yoshlikdagi yaxshi kunlaringizni, farzandlaringiz bilan bo'lgan xotiralarni eslab, eshitishingizni tilab qolamiz va Farhodjon ijro etadi. Yo'qolsizlar borligingiz unutdim, yo'llarimga zo'rligingiz unutdim, umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz unutdim, umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz unutdim. Ganimetim, omonatim, onajon, ganimetim, omonatim, onajon, ganimetim, omonatim, onajon. Oshna topdim, va lekin do'st topmadim, oq ko'ngilli bir qora gul topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Ganimetim, omonatim, onajon, ganimetim, omonatim, onajon, ganimetim, omonatim, onajon. Ya qamalak menga badri tash keldi, ishonganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kulli ustimdan, faqat sizni ko'zingizga yosh keldi. Ochpoyingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, farzand bo'lib yoningizda o'ldiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'ldiray. Ganimetim, omonatim, onajon, ganimetim, omonatim, onajon, ganimetim, omonatim, onajon. Joylarimiz zo'rdayız. Hozir yana omonatlar borda, hozir sovg'alar bor. Mana shu sovg'alarni qarshi olsak, shirinliklarimiz bor. Mana chiroyli tabriklar. Uzoq umr bollariga jonim onam, dunyo turguncha yonimda turing. Ro'mollar yarashgan Xursandchilik. ro'mollar yarashgan jonim ona qilaman. Hamisha baxt, qo'lilarim
bitta duo qiling. Dada. Allah hoş geçirsin. Kurban canım yiyen tane canın sağ olsun. Allah Ukbal canım da, Uşuk'ta, bir canım da hamma bol kızlarım diyen tane canın sağ olsun. Oğlan baktılıyım ben buradan. Qayerda yurishibdi? O'zbekistondan bor Rossiyada yurishibdi. Shu bolalarimga eng yaxshi kunlar tavsiya qilaman. Alloh sani yo'llar sog' bo'lib, niyatlar bersin. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Shularni baxtini ko'rish bizga nasib qilsin. Baxtini ko'rsam bo'ldi bola. Bizi qadrdonimiz, dadajonimizni hammamiz nomidan men tabriklayman. Jonim, bolalar ko'ringlar. Obajon, uzoq umr ko'ring. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Pochcham bilan qo'shla qaring. Sizni mashna qilib yurib, bolalarni ko'paytirib, uzoq yurtlarda boy badavlat bo'lishingizga avvalo Allohim. Qolur orqasidan mana shu yoningizda o'tirgan pochcham sabab. Pochcham bilan bolalaringiz qutlug' bo'lsin. Alloh rahmat Rahmat, Xudo Onajon, savollarim bor. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Yuragingizda yaxshi his Yuragimda hamisha boshiga Xursandmisiz? Endi biz har kuni mana shunaqa tug'ilgan kunlarga boramiz. YouTube tarmog'ida faxrli farzand loyihasi ijodkorlarimiz har kun tug'ilgan kunlarga borib otamiz bilan onamizni yoshini so'ramayman-da, o'zim taxminan aytaman. Agar to'g'ri topsam, bitta guldiroz qarsak javob qo'yasan. Onajonim bugun taxminan 18 yo 19 yoshga keldi. To'g'ri topdingmi? Umrlari uzoq. 15 deyman. Oilaviy xotirjamlik tarbiya. Pochcham 19 ga, opam 18 ga keldi. Sog' bo'linglar. Bizdan qaytmasa Allohimdan qaytsin. Alloh qadar qilsin. Bu bolalar hamisha Alloh men juda ham yaxshi ko'raman. Men jinda so'kadi bo'lib. Qanizoni sog'olib Xudoya baxtga ochilsin. Baxtini bersin Alloh. Bolalari ko'p, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Men ham niyatlarim yetdi. Ishlar terakib o'tish menga ham nasib. Ular qatori yonida yurgan qarindosh urug'lar, nimalar, yigitlar, mana O'zbekistonlik hamma yigitlar sog'lom tutganlar to'ylarga bersin. Qatorlardan xato bo'lmasdan qaytib kelishib, mayarlar ota-onasini hozirlaydi jo'natishib, yaxshi kunlarga Tog'amga tilaylari bor ekan, muhabbat tilaylari. Niyatingizni aytib qo'ying. Meni baxtimga sen sog' salomat bo'ling. Bola chaqang sog' salomat bo'ling. Hammamiz sog' salomat bo'ling. Kulib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh kechirsin. Sizlarga minda ming rahmat. Endi barcha onalarimiz bor ekan, yuzida nuri bor, chiroyli. Barcha onalar uchun qo'shiq aytib bersak, chiroyli mazza qilib tinglasanglar. Onam kasalman demay, bolam kasalman demay, xonim yomonman demay, adam bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'nib boryaman demay, tamom bo'laman. Siz qalbimning nurisiz, yuragimning nurisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunda yashash boshqacha. Gar duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demay, bolam kasalman demay, xonim yomonman demay, ado bo'laman. Jonim jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryaman demay, tamom bo'laman. Dunyo bir yon, siz bir yon, men uchun bo'lgan giyon. Baxtlidirman yonimda,
sarg'on onajonim jonim mehrlarga boyonam men uchun bu dunyoda sizdagasi yo'q onam Bizdan qaytmasdan Allohdan qaytsin. Ashi bolalarim aytib qo'ying. Men ulardan 1000, 100 marta, 1000 marta, million marta roziman. Qizlarimdan ham, o'g'illarimdan ham men roziman. Tanizorlar sog' bo'lib Allohdan nima tilasa tilar, niyatiga yetsin. Niyat maqsudiga yetsin. Allohdan boshqa hech kimimiz yo'q. Berguvchi ham qilguvchi ham Allohim. Allohdan qaytsin nima bo'lsa. Biz bandan Bugun onajon tug'ilgan kuni bo'lsa, otajonga ham tabrik qo'shiq aytib qo'yaylik. Esdalik bo'lib qolsin, ha? Tabrik qo'shiq. Turibman keksin kelib g'urur topgan yassida yuribman davrim surib dadamni soyasida ravon umr yo'llarim gulzarang gulzorlarim ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida dushmanga g'or bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashladim hech so'lmadim dadamni soyasida dushmanga g'or bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashladim hech so'lmadim dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman qandim kirib dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman qandim kirib dadamni soyasida tirikligi davlatim osh pishirar savlatim onam mening jannatim dadamni soyasida qizirlik oqsoqolli nuroni so'zi borlik men bir xotin misoli dadamni soyasida opganlarim to'y bo'ldi so'yganlarim qo'y bo'ldi qalb qo'rib nurga to'ldi dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashladim men sinmadim dadamni soyasida Sizga qiling, keyin bularga qiling. Dadajonim sog' salomat bo'lsin, tinch bo'lsin. Shular qatorida sizlar ham tinch bo'linglar. Xudoga omonat, sog'lik salomatlik bersin. Nima niyat qilsalaring Allohim niyatlaringni bersin. Bilib bilmay oshkora pinhona qasddan qilgan gunohlaringni Allohim o'zi kechirsin. Yuzlaring munavvar bo'lsin, aslo qoradoq bo'lmasin. Alloh xayr. Allohdan jannatimiz sizlarga umringlar uzun. Allohdan qaytsin sizlarga bolalarga. Xo'p, endi esdalikka shu rasmga olib qo'ysak, Chiroyli işte tog'am bilan turib turasizlar. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Men tinchlik omonlik yaxshilik kunlar bersin, umrimizga rizqimizga baraka bersin. Hammaning yo'llarida to'ylar bo'lsin. Mana shu tug'ilgan kunlar bo'layotgan opamizni ham umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lsin. 100 dan o'tib 120larga borib yetsin. Hamma bolalarning kamalini ko'rsin. Bolalari hammasi qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Nevaralari ko'p bo'lsin. Qizlarini, nevaralarini hammalarini baxtini bersin. Hammani Allohim kabatulloh saqlasin, Muhammad payg'ambarim saqlasin. Hammalari xo'jayinlar bilan hojilarga borishsin. Safarda bolalarimiz Luqmonbek, Oybejon,
Iqboljon, Xurshidbek, Bahodirjon, Baxtiyorjon, Boburjon, yana O'zbekistondan borgan hamma yigitlar, hammalari sog' salomat o'ynab yurib yursin. Mirjalol ham bor. Mirjalol ham bor. Topgan tutganlar to'ylarga buyursin. Allohim ularni doim panohida asrasin. Eson-omon yurtiga qaytib kelib, ota-onasini barida yaxshi kunlar ko'chirsin. Qolganlarimiz hammamiz mehmonlarimiz ham umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lsin. Hammalarini Allohim chaqirsin, Muhammad payg'ambar chaqirsin. Ka'batullohlarga borish nasib qilsin hammaga. Xatoimizdan xato bo'lmasa, yana tug'ilgan kunlarda shunday o'tirishlar nasib aylasin. Mana nimani jo'natgan, mana yigitlarimiz jo'natgan ana bolalarini umrlari yana bir martadan umrlari uzoq, rizqlari baland. Topgan tutganlari hammalarini to'ylarga bersin. Yaxshi kunlarda tinchlik va omonlikda ko'rishni nasib aylasin. Akajonlarim jo'natdi-da sovg'alarni kutilmagan sovg'alarni. Iloyim o'zlaringiz xush kelibsizlar, hammanglar.